Opamiz Namangandan kelganlar. Kecha bularda endoskopik disk churasini olib tashlash amaliyotini o'tkazdik. Qanaqa holatda kelgandingiz и hozirgi holatingiz qisqacha gapiring. Вообще bir metr ham yura olmasdim. Aravachada keldim, mana Xudoga shukr, soppa sog'man. Og'riqlar yo'q. 100% zo'r. Kafolat 100% dan ham baland. Hammanglar kelinglar, hurmatli yurtdoshlar. Qiynalib yurmanglar. Kelinglar. Mana hayotga qaytadan hayot bag'ishlatdi menga. Yurishga 100% zo'r. Bungacha ham lecheniyalar o'tgansiz. Ungacha ham juda qiynaldim. Hamma joyda yotib chiqdim. Juda qiynaldim. Og'riq qo'yib yormadi. Mana hozir bu yerda og'riqsiz bir chiroyli zo'rman. Xudoga shukr, rahmat hammaga. Yurib ko'rsating. Mana hech qanaqa og'riq yo'q. Aravachada kirib kelib, o'zim sog' salomat mana. Hammaga tavsiya qilamiz. Qancha va 7 oy. 7 oy qiynaldim. Umuman yura olmay qoldim. Lecheniyalar oldim, har qanaqa turda oldim. Hamma joyga yotib ko'rdim, qildik, bo'lmadi. Foyda bo'lmadi. Pulam ketdi. O'sha yaqa nima qilganimda oldinroq shuga kelganimda zo'r bo'lardim. Zo'rlaganda qo'rqinchli emasmikan? Yo'q, men aytdim-ku, operatsiyadan umuman qo'rqish yo'q. Faqat ishonch kuchli edi sizlarga. Sizlarga nisbatan ishonch kuchli edi. Ammo operatsiyadan umuman qo'rqinchli yo'q. Aksariyat odamlar operatsiya jarayonidan qo'rqadi-da. Men qo'rqmadim. Qisqacha yo'q, aytingchi masalan. Kuzatib, umuman o'zida o'tgan jarayon operatsiya davomida. Operatsiyada davomidami? Bezovtalik, yo'q, bezovtalik bo'lmadi, qo'rquv bo'lmadi. Operatsiya jarayonini eshitib, ko'rib turdim.